Bardosh va toqat allaqachon chegaradan oshgandi. Shu sababdan men endi boshqalarni emas, ko'proq o'zimni qadrlay boshladim. Ko'p narsalardan voz kechdim. Keraksiz odamlardan, keraksiz hislardan, keraksiz vaziyatlardan, ishonchimga loyiq bo'lmagan har ne va har kimni tark etdim. Va eng asosiysi, rad etishni qoyillatib eplay boshladim. Achinish hissini esa o'zimdan yulib oldim. Hatto o'zimga ham shafqat yo'q endi. Ortiq men emasman. Butunlay o'zgardim. Yangi, kuchli, o'ziga ishongan inson bo'ldim. Va bu o'zgarish o'zimga har qachongidan ham ko'proq yoqmoqda. Xohlasangiz, siz ham sinab ko'ring.